Bismillahirrahmanirrahim. Fariz namazlarda secde qilgan holatda tasbih aytib bo'lgandan keyin duo qilsak bo'lamdi. Uyg'urcha duo qilsakmi bo'lamdi yoki cho'qim arabcha duo qilish kerakmi? Namozda secde qilgan holatda duo qilish yaxshi. Payg'ambarimiz bunga qiziqtirgan. Chunki inson secde qilgan holatda Allohga eng yaqinlashgan bo'ladi. Bundaq vaqt qilingan duo ijobat bo'lishga nihoyat yaqin. Endi qanday duo qilamiz deganda, birinchidan Qur'on va hadisda kelgan ma'sur duolarni qilamiz. Bu eng yaxshi. Endi bu ma'sur duolarning Arabçasını bilmesek, Uyg'urchasini qilsakmi bo'lamdi deganda, Arabçasini qilolmaydigan odam uchun Uyg'urchasini qilsami bo'ladi. Ammo Arabçasini qila oladigan odamninki Arabçasini qilishi yaxshi. Endi u Qur'on hadisda kelmagan, o'zimiz duo to'qib qilsak bo'lamdi deganda, shu duoda ishlatilgan jumlalar insonlar o'zaro ishlatadigan, kishilarning gapiga o'xshaydigan, kishilardan so'g'ili bo'ladigan tilaklarni tilashga bo'lmaydi. Masalan, sajdada turib, "Ya Alloh menga uy bersla, ya Alloh menga mashina bersla" deb duo qilishga bo'lmaydi. Bundaq duo qilsa namoz buziladi. Ammo kishilarning so'g'ili bo'lmaydigan. Masalan, "Ey Alloh menga saqlik ato qilsin. Ey Alloh, shu zolimlarni halok qilib etgin. Ey Alloh, mening tinimni saq, umrimni uzun qilgin, rizqimni keng qilgin" deganga o'xshagan faqat Allohdan tilagala bo'ladigan, kishilar o'zaro ishlatadigan jumlalarni ishlatmay turib duo qilsa bo'ladi. Buni arabcha qilsami bo'ladi, uyg'urcha qilsami bo'ladi. Ammo arabcha qila oladigan odamninki arabcha qilishi yaxshi.